Aka, xotin taksiga o'z bo'lganda bitta Jumaga jiddaman deb bersinlar. Aka, buni joyiga men birovni xotiniga qana jiddaman deyman. Juma ayt. Jiddaman. Gazlayman ham deb bersin. Gazlayman, menga chalpak qilib berayman. Akalar 1 million bo'lsak Jumanazarga mashina podarka qilaman. Akalar, teringlar, papiskani zichlab bo'lsinglar. Nima deb yozay aka? Aka, shkametalarga erkak desa shu mashina Jumaga ber deb yozing. Erkakmisan deb yoz. Nima deb yozay? Ya, men unda yozolmayman. Ha, labzingga tur deb yoz. Ha, Sho'xo'jaxon? Ha, taksi ko'zdari men qatori ekan. Nima qiladi siz qatori bo'lsa? Men qatorilar farzandli bo'ladi. Islom aka, men qachon uylanaman? Ha, sizni ham uylantiramiz. Mani bo'yimga mos qiz bormi, Islom aka? Bilib turib so'raysiz, ha? Assalomu alaykum blogerlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Ming bor uzr gaplaringni eshitib qoldim. Siz bu bitta kelin boda qo'shnim bo'ladi. Yo'q, Ha, faqat bitta joyda reklama qilish kerak-da. Lekin pulini beraman. puli kerak yo'q. Keyin qayerda reklama qilish kerak? Ketdik. Yuringlar. Samarqanddagi eng yirik beton va plita ishlab chiqarayotgan zavod. Mana shu yerda reklama qilish kerak. Bo'ldi, reklama qilamiz. Ha, anu aytgan qizchangizni soch uzdimmi? Ya, sochimi yerga tegadi edi. Qani yuringlar bu yoqqa. Bu zavodimiz har qanday hajmdagi beton va plitalarni bir kun ichida yetkazib beradi. Ana shularni ham aytib o'tish kerak. Bu zavodda barcha turdagi maxsus texnikalar mavjud va yetkazib berish xizmati ham bor. Samarqand viloyatining barcha nuqtalariga jamoaviy bo'lib borib, konsultatsiya o'tib, bepul maslahatlar berib keladi. Mana shuni ham aytib o'tish kerak. Menga qarang, anu aytgan qizchangiz chiroylimi? Ha, bo'ylari uzun, ko'zlari ko'm-ko'kkina. Yo'q, ko'zlari ham ko'kmi? Hozir reklamani onasini emdirib kelamiz. Prasmotida ko'roqsizmi? Yomon yebdik-a, men bir telefon qilay, boramiz deb. Vaqting ham ochildi. Xudo bo, biz borayotgandik-da. Nimaga? Nega unday bo'ladi? Ishlaymi? O yeralachiga erga tegdi. Ona nima